Eng so'nggi daqiqalarga qadar saqlab qolib, mana shu bir chiroyli go'zal to'yimizni fayzli, tarovatli o'tishda o'z hissamizda boshamiz. Barchaga yana bir bora xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin deb ana endi bizda bir chiroyli, go'zal mehmon san'atkorimiz bor. Va albatta ushbu mehmonimizni sizlarga yo'llaydigan go'zal qo'shiqlari ishonamizki, to'laqonli ishonch bilan ayta olamizki, barchani yuragidan, qalbidan o'rin egallaydi. Bugun onajonlarni, ayniqsa buvijonlarni, barcha mehmonjonlarni o'zlarining go'zal qo'shiqlari bilan tabriklash uchun musiqiy so'zlar, musiqiy mana shunday chiqishlar bilan tabriklarga tashrif yurgan va albatta bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram platformasida deyarli 100 mingta obunachiga ega bo'lib, barchani bir chiroyli, go'zal so'zlariga, go'zal niyatlarga ega bo'lib kelayotgan Buxoroning jajji mashhur qo'shiqchisi, mashhur insoni deymiz, Jamoliddin Shumtaga tashrif buyurgan bitta chiroyli qarsak ila Jamoliddin Shumtagani taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat.